Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men ismim Bahodirjon, Andijondanman. Bahodirjon deganimga sabab bitta ikkita do'stlarim bor. O'zini hurmat qilmaydi, birovlarni ham hurmat qilmaydi. Ular faqat ongida pul topsa bo'ldi, katta gapirsa bo'ldi. Katta gapirish yaxshi insonlarga emas. Katta gapirish zalatoy insonman deydigan odamlar menimcha u katta gapirish kerak emas. Zalatoy insonlar past kelgani ming marta yaxshi. Past kelgan odam zalatoy inson bo'ladi. Meni gapim bitta ikkita sinfdoshlarim, parallel sinfdoshlar bor. Ko'pchilik ichida senga gapiryapman, senga yaxshi bo'lsin deyapman deb turib, ko'pchilik ichida gapirilgan gap izdivasiga kiradi. Men nima demoqchiman? Paddeshga qilib qo'yadinglar, izdivasda qilmanglar. Paddeshga qilgan odam payti kelganda ko'pchilik ichida seni ham paddeshga qilib qo'yadi. Shuni unutmagin. Sen zo'rdursan, kuching bordir. Menda ham bor kuch. Menda ham bor. Polvon emasmi? Lekin mana kuch bo'ladi mana. Ozmi ko'pmi bor menda ham. Sen bitta ursang kinotganimda ezib uxlatib qo'ya olaman. Lekin zamon ko'tarmaydi. 4 ta terib qo'y, 4 ta qator terib qo'y. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deguncha to'rovini uxlataman. Shunday uxlatib o'tib ketaman. O'rmayman. Prosta uxlatib o'tib ketaman. Lekin zamon ko'tarmaydi. Kichkina boladan qo'rqaver. Katta polvondan qo'rqma. Nima bo'lyapti yo? Shu do'stlarga aytmoqchi bo'lganim, hammani kuchi bor. Itda ham kuchi bor. Itda ham, molda ham kuchi bor. Mollik uchun ustiydi odam, uni buni ustiydi. Biz insonmizda paddeshga qilib qo'yish kerak. Men ana do'stlar ichida gapirdi, shart turib chiqib ketaverdim. Urib nima qilaman? Urib qo'ysam ertaga yozasan-da sen. Liboy yozadi. Erkakman deganlarni ham yozayotganlarni ko'rib qolganman-da men. Shuning uchun urishadigan zamon emas hozir. Sen meni paddeshga qil, ko'pchilik ichida seni ham men gap bilan paddeshga qilib qo'yaman. Gap bilan yerga tiqding meni do'stlar ichida. Shuning uchun Xudoyim o'zi jazoingni bersin seni. Iqboljonga tegishli bu. Yani boshqalarga ham tegishli. Boshqalar ham hurmat qilishni o'rgansin. Men shu gapim yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Shunaqa do'stlar kimda bor? Yaqin do'stlarga jo'natib qo'yinglar. O'zicha katta gapirib, buni ichida ustingizdan kuladigan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Sen ustidan kulma, paddeshga qilib qo'y. Seni payti kelganda paddeshga qilib qo'yadi. Men avf demayman. Men prosta chiroyli gapiraman. Mahallenda yosh bolalarni so'kib yo'qolsin, sen ma'ka, mana qil degan odamlar yaxshi bola katta bo'lganda seni hurmat qilish uchun yoshligidan chiroyli gapirishing kerak. Mana shunda yosh bola katta bo'lganda assalomu alaykum Bahodirjon aka deydi. Bahodir ana qali. Yoshligida ham jinniydi deb so'kinib yurardi degandan ko'ra Bahodirjon aka assalomu alaykum deydigan bo'lish kerak. Shuning uchun yoshligidan hurmat qil, do'stlaringni nuqsoni bo'lsa ham hurmat qilib qo'y. Do'stlar, bu bitta ikkita odamga sen silab gapirgan gapim. Sizlar ham shu yo'lni tutganinglar yaxshi, chunki o'zinglar uchun. O'zbekistonda odamlar shunaqa bo'lish kerak. Bir-birini hurmat qilish kerak. Xitoylar musulmon emas, lekin bir-birini hurmat qilib, bir-birini izdivasta qilib, ustidan kulmaydi hech qachon. Iymoni bo'lmasa ham insofi bor demoqchiman. Endi buni to'g'ri tushunasizlar aziz do'stlar.
Agar ma'qul kelsa, laykni bosib, qo'llab-quvvatlanglar. Mana shu odamga yetib borsin meni gaplarim. Men buni qo'rqqandan, boshqadan emas. Aytyapman, men o'zim bilan 4 ta odam bilan duxim yetadi. 4 ta odamga. Mahalla uchastkovoylari bilan kelsam, 4 tasini olib kelsam duxim yetadi. Lekin o'zimdan o'zim jinnini qilib, bolalarim rizqini qiyishni xohlamayman. Shunaqa insonman. Do'stlar, sog' bo'linglar, hammaga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz bitta ikkita roliklar chiqaramiz, xudo xolasa.